Men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni bozorda odamlar orasida shunday deb yurganini eshitganman. Ya ayyuhannas qulu la ilaha illalloh tuflihu. Ey odamlar, la ilaha illalloh deylar, najotga yetasizlar. Rasulullohning atrofida odamlar jamlanadi. Rasululloh bozorning har tomonlariga kirib shunday dedi. Ya ayyuhannas qulu la ilaha illalloh tuflihu. Odamlar esa hech qaysisi biror narsa demasin. Faqat u zotning orqasidan bir kishi erchib yuradi. Rasululloh gapini tugatganidan keyin shunday dedi u kishi. Bu dinidan qaytgan kazzob, yolg'onchi dedi. Rasululloh esa u kishiga qarab hech narsa demasdi, yana yurib ketar edi. Men so'radim, bu gapirayotgan kishi kim? Odamlar javob berishdi, Muhammad ibn Abdulloh. Bu payg'ambarlik haqida gapiryapti. Ona orqasidan yolg'onchiga chiqarib yurgan kim? Bu amakisi Abu Lahab dedi. Ya'ni Abu Lahabga o'xshagan ahmoqlar bilan payg'ambarimiz duch kelgan paytda ham o'zining bo'yiga rahmat, manhajidan chiqmasdan, go'zal xulq bilan, lutf bilan muomala qilardi. Shular bilan teng bo'lib olmas edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam odamlarga mana shu bir bashoratni yetkazar ekan. Agar Allohga iymon keltirilsa, oxirat ne'matlaridan avval dunyo mulki berishligini bashoratini berardi. Kimga? Mana shunday bir qo'pollik qilayotgan johillarga. Ibn Abbos roziyallohu anhu rivoyat qiladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Abu Talib kasal bo'lganda ziyoratiga keldi. Bir to'p Qurayshlik kishilar ham shu yerda bor edi.